Hop. Keyingisi bizda nima ekan? Bu biz hozir tushundinglar, ya'ni vaqtinchalik obturatsiya uchun ishlatiladigan materialda gidroksid kalsiy. Hammasini tushuntirib berdim. Nima kerak, qanday ishlatiladi. Keyingisi bizda nima ekan? Doimiy obturatsiya uchun ishlatiladigan materiallar. Bular bo'linadi nimaga? Sillerlar bor va filler degan so'z bor. Farqini bilasizlarmi? Farqi nimada? Ha? Da. Demak bizda filler bu gutapercha, to'g'rimi? Siller nima bizda? Pasta. Da, endofil ham kiradi o'sha guruhga. Xo'p, endi birinchi hamma yaxshi ko'radigan, ko'pchilik ishlatiladigan material haqida gapiramiz. Qaysi material bu? Da, endofil va nima bor yana? Buni bitta sherigi bor. Tiaden degan sherigi bor. Da, endofil, tiaden hamma yaxshi ko'radigan material. Lekin bitta xabarim bor, ular eskirdi. Da? Hozir ularni faqat kim ishlatadi? Ishlatish kerak? Studentlar ishlatadigan material bo'lish kerak aslida. Da? Patsiyentda emas, modellar olingan ishlarda ishlatiladigan materiallar bo'lishi kerak bular. Lekin afsus unaqa emas. Xo'p, demak bizda tiaden yoki endofil qaysi sillerlarni guruhiga kiradi, to'g'rimi? Biz guruhlarni bilib olishimiz kerak. Qaranglar. Bizda sillerlarimiz juda ham ko'p. Yod asosida bor, boshqa paraformalligit deydi, boshqa, ya'ni ko'p sillerlar bor. Lekin sizlarga ya'ni bugungi kunda ko'p ishlatiladigan sillerlar haqida gapirib bermoqchiman. Da? Ko'p informatsiya berganimdan ko'ra ozgina informatsiya berib tushuntirib berganim yaxshi, to'g'rimi? Hamma narsani berayotganmiz sizlarga. O'sha bu informatsiyani olib, ertaga praktikada qo'llab bo'ladigan informatsiya haqida gapirib bermoqchiman. Ya'ni yod asosida ham sillerlar bor, lekin uni qo'llash kerak emas. Mumkin emas u narsani qo'llash. Уже eskirdi materiallar. Da? Mayli. Ya'ni birinchi guruhimiz qaysi ekan? Ya'ni rux oksid evgenol asosida sillerlarimiz tarkibida nima bor ekan? Rux oksidi bor, evgenol bor misol uchun va rengen kontrast qo'shimchalari. Xo'p, endi o'sha yaxshi tomonlarni gapirib beraman sizlarga. Sillerlar. Yaxshi tomonlari nima ekan? Antiseptik ta'sir. Haqiqatda bor. Mana evgenol bo'lgani uchun antiseptik anaqasi bor, ta'siri bor. Keyingisi bizda rengeni kontrastlik, rengenga olsanglar bizda material ko'rinadi. Tak, yaxshi boshlang'ich germetikda, ya'ni boshida yaxshi germetik, germetik bo'ladi boshida. Lekin sekin vaqt o'tib nima bo'ladi? So'riladi va germetizm yo'qoladi. Hop. Va foydalanishimiz juda ham qulay. Tak, bu meni keysam. Mana shu sillerdan bajarganman. Da? Gutapercha bilan va mana shu siller ishlatilgan. Endofil bilan men to'ldirganman shuni. Orasimi? O'tda bu ustida anaqa savol berildi. Nimaga ani plomba bilan orasida nima bor? Bo'shliq bor. Nimaga deb o'ylaysizlar? O'tda nima bor? Yo'q, bu vaqtinchalik plomba bilan orasida bo'shliq bor. Nima u? Fumlentda, tushunarli? Fumlentda ko'rinmaydi.
Tagida fulminanta bor. Vaqtinchalik global tegid. Xo'p. Endi sizlarga salbiy xususiyatlarni gap, ya'ni sillerni, sink oksid evgenol yomon tarafini sizlarga gapirib beraman. Ya'ni qaranglar. Vaqt o'tgan sayin nima bo'lar ekan? Bizani germetizmimizni nima qiladi? Yo'qoladi, kamayadi. Ya'ni bizani sillerimizni sekin-sekin erishib boshlaydi. Xo'p, undan tashqari nima ekan? Polimer anaqani adgeziyani kuchi nima qilib beradi bizga? Susaytirib beradi. Da, o'shaning uchun nima qilish kerak? Ya'ni nima qilasizlar? Shu ustiga nima bilan yopasizlar? Nima bilan yopamiz? Tikuchi kompozit bilan yoki shisha enaver sement. Ya'ni nima deydi? Ajratuvchi taglik deyiladi, to'g'rimi? Ajratuvchi taglik. Shisha enaver sement tikuchi kompozitga qaraganda yaxshiroq. Da, yaxshiroq germetizm bizga qilib beradi. Shisha enaver sement. Lekin ko'pchilik foydalanadi qaysidan? Tikuchi kompozitdan foydalanadi. Nimaga? Qulay. Qulay, shunga. Faqat shunga. Tak, endi sillerning vakillari bor, da. Hamma biladi. Qaysi ekan? Endofil bor bizada, tiaden bor va endometazon bor. 3 ta vakillari bor ekan. Tushunarli? Xo'p, bu sillerni foydalanishga tavsiya bermayman. Nimaga? Chunki vaqt o'tgan sayin so'riladi. Birinchidan, ikkinchisi toksikligi ham bor. Xo'p. Endi keyingi guruhga o'tamiz. Da, sillerni ko'rganmisizlar? Bu sillerni ko'rganmisizlar? H+ deyiladi. Hozir esa maqtayman bu sillerni. Keyin yomonlayman oxirida ozgina. Xo'p, bugungi kunda bu bizda, ya'ni traditsion klassik siller hisoblanadi. Da, dunyo bo'yicha ko'pchilik shu materialdan foydalanadi. Da, ko'pchilik. Chunki ya'ni ilmiy ishlar ham o'tkazilgan, уже nima deydi, tekshirilgan siller material hisoblanadi. H+. H+ bizda shu klassik material. Xo'p, endi tarkibini ko'rib chiqamiz. Tarkibida bizda nima bor ekan? Epoksid smola. Qarang, epoksid smola asosida sillerlar. Mana shu epoksid smolani esingizda qolsa, roziman. Tushunarli? Epoksid tarkibida qaranglar, epoksid smolasi bor, aminlari bor, rengen kontrast to'ldiruvchilar va plastifikatorlar. Tushunarli? Eng asosiy modda qaysi ekan? Epoksid smola. Mana epoksid smolani mana. Tak, endi ozgina vaqtimiz bu sillerimizni. Hop, plus taraflari bizda qaysi ekan? Ya'ni endofilga qaraganda nimasi? Germetizmi yaxshi va suyuqlikda nima bor ekan? Sekinroq nima qiladi? Sekinroq eriydi. Sekinroq, ya'ni germetizm yaxshi biz bu anaqada. Ishlashimiz qulay keladi, rengen kontrast. Eng asosiy buni va anaqasi katta plus tarafi nima ekan? Ya'ni stabil material hisoblanadi. Da, stabil bo'lgandan keyin germetizm ham yaxshi bo'ladi. So'rilmaydi, to'g'rimi? Xo'p. Endi ozgina yomonlaymiz. Minus taraflarida salbiy xususiyatlar. Lekin qaranglar. Birinchisi, endofilga qaraganda antiseptik xususiyati yo'q. Antiseptik emas bu bizda.
tushunarli? Birinchisi. Ikkinchisi, patsientda 1-2 kun nima bo'lishi mumkin? 2 kun ichida bo'lishi mumkin? Og'riq bo'lish mumkin. Nimaga? Chunki 48 soatgacha nima ishlab chiqariladi? Formaldegid. Formaldegid bizada sitotoksik modda. Ya'ni o'sha bizani sillerimizni pastamiz qotgancha, ya'ni 48 soat taxminan vaqt kerak. Qotgancha formaldegid ishlab chiqariladi va patsientda nima bo'lishi mumkin? Og'riq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir xil qo'rqadi ishlashga material. Ya'ni men bu siller bilan to'ldirsam og'riq bo'lib qoladi. Da og'riq bo'ladi, lekin 2 kun bo'ladi. Bu qattiq og'riq emas bu. Tak, va qimmat. Tushunarli? Qimmatroq ancha 3 barobar bo'lsa kerak. Da, undan tashqari nima ekan? Olib tashlash qiyinroq. Da, ya'ni qayta davolaganingizni uni olib tashlashimiz kerak, sildir. Olishda ham qiyinchilik bor. Tak, vakillari soni bo'ladi. Uzroma 34. Xo'p, keyingi vakil qaysi ekan? Qaranglar. H+ bor. H+ mana ko'rdinglar, H+. H+ bor. Keyingisi bizda qaysi? HCl. Mana shu HClni bekor qo'ymadim. Nimaga? Arzon. Ancha arzon, 2 barobar 3 barobar arzon. Da boyagi endofil bilan narxi o'zi bir xil. Narxi bir xil. Ya'ni grammini o'lchasanglar. Xo'p, ham yaxshi materialdan foydalanasizlar, ham arzon. H+ sal katta bola bo'lsanglar, H+ ga o'tsanglar bo'ladi. Uni boshida HCl dan foydalansanglar ham bo'ladi. Endofildan yaxshiroq. Lekin qaranglar, bu materialni Apexdan chiqarib yubormanglar. Patsient og'riq bo'ladi, hatto og'riq bo'ladi. Xo'p, ikkinchi guruh tushunarli. Ikkinchi guruh nima? Epoksid qismlar asosida sillerlar. Endi hozir sizlarga eng oxirgi, eng zamonaviy, oxirgacha tekshirilmagan material haqida gapirib beraman. Ya'ni hali uncha ko'p yil o'tmagan-da. Xo'p, qaranglar, buni nomi nima ekan? Biokeramik siller deyiladi. Bu sillerni marketologlar juda ham yaxshi ko'radi. Juda ham hamma maqtaydi-da bu sillerlarni. Lekin buni minus taraflari ham bor. Uni aytib ketaman. Keyin qaranglar, agar sizlarda bilim bo'lmaydigan bo'lsa, stomatologik bozorda juda ham ko'p ishlatish kerak emas bo'lgan materiallar sotiladi. Tushundinglar? Juda ham ko'p materiallar sotiladi. Buni nom marketing. Biz sotish kerak. Xo'p, MT haqida eshitganmisizlar? MT haqida? MT nima kerak bizga? Ha? MT nima kerak? Da, misol uchun sizlar ya'ni chuqur karisda nima qilib qo'ydinglar? Pulpa kamerasini teshib qo'ydinglar yoki juda ham yaqin masofa joy qoldi. Nima qilasizlar? MT bilan yopib qo'yasiz. MT bizda sement. Da, qaranglar, undan tashqari bo'ldi. Pulpa olindi, davolayotganinglar nima qildinglar? Pulpa kamerasini bifurkatsiyasini nima qildinglar? Teshib qo'ydinglar. Da, teshib qo'ydinglar. Nima ishlatasizlar? MT ishlatasizlar. Tushunarli? Ya'ni bu nomni perforatsiya deyiladi.
Agar sizlar perfor qilsanglar, perforatsiya qilsanglar, MTA bilan yopib qo'yasizlar. Endi qaranglar. Shu MTA asosida qilingan nima? Siller. Tushunarli? O'sha MTA asosida ishlatadigan sillerlarimiz. Xo'p, endi tarkibini ko'rib chiqamiz. Tak, tarkibimizda nima bor ekan? Kalsiy silikatlarimiz bor, kalsiy fosfat bor va rentgen kontrastlik material har xil. Eng asosiysi shu kalsiy silikat bilan kalsiy fosfatlar, to'g'rimi? Ya'ni bizda bu nima? Sement.